O'sha paytlar hammasi to'g'rilash mumkin edi, lekin kelishuv bor. Pst, Sans, uyg'on. Yana 5 daqiqa. Voy, biz qayerdamiz? Bu qorlar, biz yer ostidamizmi? Ha, qo'rqma, bu sening Snowdening emas, bu Underfell olami. Nega sen bekin o'tiribsan? Men hech kim kirmasligi kerak, bu olamlar himoyasi uchun. Agar sen rostda ham shunday qilmaganingda, Kross umuman qilmagan va men yarim yuragim bilan yiroqda bo'lardim. Kechir. Shartmas. Demak, Kross shu yerdami? Shu yerda. Bu olam baxtli yashayapti, hatto odamlar qo'pol bo'lsa ham. Lekin Nagmen uni shu yerga olib kelgan. Mayli, ketdik. Hoy, Sans, qo'rqoq, bu yerda nima qilib o'tiribsan? Nega bu mag'rur kiyim kiyib yuribsan? Hozir buni vaqti emas, Olifda. Snowden allaqachon pishdi, bot. Nima, ular atang qilyaptimi? Nima, jahl qilyapsanmi? Shunchaki aholi qo'pol ekan. Nima endi bu? Oh, yo'q. Kross, bu safar yana nimadir rejashtiryapsan? Hoy, men yo'limda turibsan. Tez yo'qol. Qaranglar, kim keldi? Hoy, do'mboq, zo'r pichoq ekan. Meni kim deb chaqirding? Unut, senga nima kerak? Sen Snowdenni bardak qilib yuboribsanmi? Hoy, gala qo'rqoqlar, ahmoqqa o'xshab qolibsizlar. O'zlaringni ko'rganlarida edi, hamma qo'rqoq ekan. Qiziq, u qanday qilib baxtli bo'la olgan ekan, a? Qizig'i yo'q. Kel, maqsadga o'ta qolaylik. Bu yerning odami sizlarni baxtli qilish uchun juda harakat qilyapti, to'g'rimi? Lekin u bu safar qila olarmikan? Agar menga o'xshagan, agar bu olamning yagona bo'lagi bo'lsa, agar odam sizlarni yana baxtli qilaman degan paytda men bunga qo'ymasam, nima ham qila olardinglar? Men bu shaharchani olsam ham. Shu sabab ham odam sizlarni baxtli qila olmaydi, hatto 100 million marta vaqtini qaytarsa ham. Chunki endi bu olam meniki. Sening do'stlaring ham menga qarshi chiqmadi. Sen ham shuni maslahat beraman. O'zing bilasan. Bu baxtli olam. Bu yerda maxluqlar va odamlar bir-biri bilan o'z mehri yoki o'z xohishini bera oladi.
Lekin men sening fikringni o'zgartirishga harakat qilaman yaxshilik bilan. Hozir menda mehr shu darajada ko'pligi, men o'z mehrimni senga ham bermoqchiman. Biz birga mazza qilamiz. Afsus, uni o'ldira olmaymiz. Bilaman. Sen? Xo'y, hozir bu yerda boss keladi. Agar bu vaziyatda ko'rsa, meni qattiq jazolaydi. Iltimos, ketgin. Sen mendan ham rahm so'rayapsanmi? Sen boshqalarga qo'pol emas ekansan. Cross, ehtiyot bo'l. Tutildi. Sen ahmoq ekansan. Bu yerdagi o'ldirish yoki o'l. Tushundingmi? Balki odam buni tan olmas, lekin kimdir seni o'ldirishi mumkin. Sen menga juda o'xshar ekansan. Sen qayerdan kelgan bo'lsang ham menga qizig'i yo'q, lekin sen bekorga o'lib ketding. Sen hozir katta xato qilding. Tinchgina o'la qol. Xayr. Nima? Afsuski, sen hozir boshqa bir kishini o'ldiryapsan. To'g'ri, axir sizlarning olamingiz shunday ishlaydi-ku. Ha. Hammasi seni o'ldirishimdan tezroq bitadi. Meni pichog'im qani? Senga o'xshaganlar baxtli bo'lishi mumkin emas. Sen o'zi nima bilasan? Men Exorcistman. Cross, sen uni yuragini sindiryapsan. Salom eski do'stim, kelishingni kutgan edim. Qara, men qanday harakat qilyapman. Sen olamlarni yaratasan, endi esa men o'z uchun maxsus olam yaratyapman. Eynik, meni tabrikla, axir mening olamim qayta tirilyapti. Sen meni himoya qilayotgan olamlarni buzyapsan. O'zingni bos, Enik. Men o'zim to'xtataman. Qoyil. Sen sasda piyoda qilmoqchimisan, mayli? Demak, haqqoniy jang bo'ladi. Sans bilasanmi? Bu tumor senga tegishli emas.